Assalomu alaykum qadrdonlar. Hozir biza zina bosyapman. Men qalin shpondan bosyapman panirga. Mana hozir klientnikini bosib bo'ldim почти. Bular perillalari bor. Xudo xolisa. Okaman mana zina qilyaptilar. Okam o'tkir akam ishdan qilyaptilar. Kapron shpon yopishtiryaptilar. Kapronni. Bu yerda ukaman mana shpon yopishtiryapti. Bu endi bu ham qalin shpondan, bu kapron shpondan yopishtiryapti. Buni kiyog'i dumaloq yopishtiryapti. Mana bu yerda mana buni ham yopishtirib qo'ygan. Bu qalinroq. Buni o'zini qaytarib berdi, mana chiroyli qilib. Cho'tkiga qilib berdi. Mana bularga shpon yopishmagan edi, o'zi yopishtirib, ijod qilib, cho'tkiga qilib. Hamma yoq zina perillalar bosib ketdi. Hop. Anni ham aynan perilla zinalar qo'yaversak, odamlar bular faqat perilla qilar ekan deb o'ylabdi-da. Keyin bitta ikkita videomizni ko'rib, sizlar zina ham yopishtirasizlarmi, akkuratlar ham yopishtirasizlarmi deb keyin ish olib kelishyapti. O'shaning uchun zina ko'p qo'ymayapti unim. Nima mahsulotingiz bo'lsa olib kelinglar, xudo xolisa ushtakuga xizmatinglarda. Любой narsaga xudo xolisa yopishtirib beramiz. Fasadlar bormi? Xudo xolisa qo'limizdan kelgan narsaga chiroyli narxlar qilib yopishtirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa qilishsanglar bo'ladi.